Dayus haqida oyat dalil bilan tushuntirib bering. Oyat. Estaizu billah. Ya ayyuhallazina amanu. Ey iymon keltirgan mu'min bandalar, qu anfusakum va ahlikum nara. O'zingizni nafsingizni va ahllaringizni, xotiningiz, qizingiz, keliniz, o'g'lingiz o'tdan qutqaring deyapti Xudo. Mana bu bitta oyat bo'ladi. Ikkinchisi. Ya ayyuhan nabiyyu, ey Allohning payg'ambari, kulli azvajika va banatika, xotinlaringizga ayting, qizlaringizga ayting. Payg'ambarga Xudo buyuryapti. Va nisa'il mu'minin, men mu'minman deganlarda ayollariga ayting, yetkizing. Qiyomatga davr yudnina alayhinna min jalabibihin, yuzlariga, badanlariga to'sqichlarini to'ssinlar. Zalika adna an yu'rafna, uni kimligi bilinmasin. Kampirmi, qorami, sariqmi, ko'zi yumuqmi, ko'zi humormi, oppoq chiroylik, oy yuzli, shirmon yuzlimi bilinmasin. Boshqalar ko'zi bilan, fikri bilan zino qilmasin uni. U otani qo'lida turganda otani omonati, birovga topshirganda shu odamning omonati, shunga ela halol. Uni badani, uni vujudi, uni chiroyi shunga halol. El yurtni guvohligida ota-ona qudalar kelishib, u bag'ishladim degan shunga, qabul qildim degan bu, mana meniki degan. Hammaniki emas u. Payg'ambar alayhisalom aytdilar, Dayus jannatga kirmaydi dedilar. Bo'yini ham bo'ylamaydi dedilar. Jannatda daraxtlari misk ambar ekan, necha yillik masofaga anqib turar ekan, misk ambar deb. Jannatdan tashqari qancha masofaga. Bo'yini ham bo'ylamaydi degani jannatni ko'zi bilan ham ko'rib qo'ymaydi, yaqiniga ham yo'lamaydi degani. Buni payg'ambar aytdilar. Rasululloh, ya Rasululloh deyishdi sahobalar. Dayus kim bu? Dayus jannatga kirmaydi, bo'yini ham bo'ylamaydi. Juda qattiq ekan u bu. Kim bunaqa badbaxt odam? Kim bunaqa shaqovat odam? Kim bu palit odam? Bu iflos odam kim dedi? Xotinini, qizini boshqa nomahramlardan hamiyat qilmagan dedilar. U bitta odamdiki u omonat. U qabul qildi. Ashunga halol u. Buni men qabul qildim-u, buni bo'yini ko'rib, jamolini ko'rib, ko'zini ko'rib, rangini ko'rib, qomatini ko'rib, hamma maza qilaversin degan Dayus bo'ladi. Biz qabul qilib oldik-u, hammaniki bu degan Dayus bo'ladi. Bu jannatga kirmaydi dedilar. Bo'yini ham bo'ylamaydi dedilar. Ovora olib juma o'qib yurmasin. Ovora olib namoz o'qib, roza tutib yurmasin. Buni rafiqori emas, payg'ambar aytdilar. Kirmaydi bu jannatga deb. Buni mozamonda emas, 1400 yil ilgari aytdi qiyomatga doğru shu hukm. Qiyomatga doğru islomdagi bitta hukmda yer yuzi jam bo'lib turib inkor qilsa hammasi kofir bo'ladi. İslamda hükmünü bittasini inkor qilgan odam kofir bo'ladi. Alloh aytdi, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffa. Ey musulmonlar, islomga to'lig'icha kiringlar. Namozni o'qib qo'yib, xotiningizni ko'tini ochib qo'ymaying deyapti. Araqni sotib, puliga xayri ehson qilmaying deyapti. Islomda halolini halol, haromini harom ajratib, islomda buyrug'iga ham, nahiysiga ham hammasiga to'liq amal qiling deyapti. Al-iman yazid va yanqus. Iymon ziyoda bo'ladi, iymon nuqsonli bo'ladi, pastlaydi. Yazid bit-to'a. Iymon ziyoda bo'ladi to'at bilan. To'at degani Xudoning hamma buyrug'ini qilasiz, itoat qilasiz. Hamma manhiyot, hamma qaytariqlarini qilmaysiz. Qilmaslikka itoat qilasiz. Shun bilan iymon ziyoda bo'ladi.